Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun sizlarga qadimdan rivoyat bo'lib kelgan ibratli bir hikoyani taqdim etamiz. Bu hikoya insonning jahli chiqqan pallada qilgan noaniq qadamlarning oqibati haqida. Marhamat, diqqat bilan tinglang. Tuya bir aqcha, mushuk ming aqcha. Bir tuyakash g'oyatda qadrlaydigan qiziqish tuyasini yo'qotib qo'ydi. Necha kun qidirmasin, uni topa olmadi. Tuyakash necha kecha kunduz uyqusiz, och yalang'och holatda tuyasini o'ylab yig'lardi. G'azabi ichiga sig'mas, hamma aybni tuyaning o'zidan deb bilar edi. Oxiri umidini uzib g'azab bilan: "Ey tuya, agar seni topsam, shu odamlar guvoh bo'lsin. Allohga qasamki, bir aqchaga sotaman", deya telbalar kabi baqirdi. Tuyakashning qasamidan bir soat o'tar o'tmas, tuyachilar qizg'ish tusli tuyani topib keldilar. Tuyakash nima qilishini bilmay hayron edi. Allohga shukronlar qilib, ziyofat va sadaqalar berdi. Ammo qilgan qasamyod yodidan tushib, ich-ichidan ezilardi. Ertasi kuni u tuyaga bir qora mushukni mindirdi, bozorga chiqardi. Xaridorlar to'planmas baland ovozda: "Tuya bir aqcha, mushuk ming aqcha", deb baqira boshladi. Xaridorlar tuyani bir aqchaga olishni xohlasalar ham, tuyakash qat'iy ohangda: "Tuya mushuk bilan birga sotiladi, alohida sotilmaydi", der edi. Xaridorlar norozi bo'lib: "Hoy, insofing bormi? Qora mushuk ming aqcha bo'ladimi?" desa, tuyachi ham o'z navbatida: "Sizlarda ham insof bormi? Tuya ham bir aqcha bo'ladimi?" deb javob qaytarardi. Oluvchilar yana iltimos qilib: "Tuya yaxshi, lekin mushuk bo'lmasa edi", deb qolishardi. Ey inson, bu qissa odam g'azablanganda es-hushidan ayrilib, so'ng qilgan ishidan pushaymon bo'lib, ikki o't orasida qolishi haqida. Inson g'azab pallasida nima deyotganini bilmaydi. O'sha bir lahza aytilgan so'z esa uni keyinchalik falokatga yetaklashi mumkin. Hikoya manzur bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing, izoh qoldiring va albatta kanalimizga obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlang. Xayr, sog' omon bo'ling.